Bugungi darsimizda tahiyatul masjid namozini o'qish tartibi bo'yicha batafsil tanishamiz. Masjidga kirganda o'qiladigan nafl namozga tahiyatul masjid namozi deyiladi. Demak, tahiyatul masjid namozi ham nafl namozlar oilasiga kiradi ekan. Tahiyatul masjid namozi 2 yoki 4 rakat o'qiladi. Afzali 4 rakat o'qish hisoblanadi. Endi tahiyatul masjid namozi qachon o'qiladi degan masalaga kelsak. Tahiyatul masjid namozi qachonki biz masjidga kirsak, o'tirishimizdan oldin o'qiladi. Agar biz o'qimasdan, esimizdan chiqib o'tirib oladigan bo'lsak, turib o'rnimizdan tahiyatul masjid namozini o'qishimiz kerak bo'ladi. Qachon o'qish masalasi aniq bo'ldi, qachonki masjidga kirganimizda o'qiladi ekan. Endi ayrim o'qib bo'lmaydigan vaqtlar ham bor, shularni ham ko'rib o'tamiz. Tahiyatul masjid namozini o'qib bo'lmaydigan vaqtlar. Bulardan birinchisi bomdod namozidan quyosh chiqquncha. Ya'niki qachonki biz masjidga bomdod namozini o'qishga borar ekanmiz, o'sha paytda tahiyatul masjid namozi o'qilmaydi. Faqatgina bomdod namozida 2 rakat sunnat va 2 rakat farz o'qiladi. Ya'niki tahiyatul masjid namozi umuman o'qilmaydi. Yana buni taqvim asosida ham belgilab qo'ydik. Mana quyidagi rasmda tong degan yozuvdan to quyosh degan yozuv vaqt oralig'ida tahiyatul masjid namozi o'qilmaydi. Ikkinchisi, quyosh chiqayotganda. Quyosh chiqayotgan vaqti, mana taqvim asosida ko'rsak ham bo'ladi. Quyosh degan yozuv turibdi. Masalan, 7:40. Shu 7:40 dan 7:50 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida o'qilmaydi. Chunki bu vaqtda quyosh chiqayotgan bo'ladi. Uchinchi, quyosh tik bo'lganda. Quyosh tik bo'lgan vaqti taqvimda mana masalan 12:30 peshin deb yozilgan bo'lsa, shu peshin namozidan 10 minut oldin bo'ladi. Ya'niki 12:20 dan 12:30 oralig'ida namoz o'qib bo'lmaydi. Ya'ni tahiyatul masjid namozini o'qib bo'lmaydi. Keyingisi quyosh botayotganda. Quyosh botayotgan vaqti shom namozidan 10 minut oldinroq bo'ladi. Ya'niki shom namozi mana rasmda 17:06 da bo'ladigan bo'lsa, 16:56 dan to 17:06 gacha o'qib bo'lmas ekan. Shu 5 ta vaqtdan tashqari istalgan vaqtda masjidga borganingizda tahiyatul masjid namozini bemalol o'qib olsangiz bo'ladi. Endi biron bir sabab bo'lib qoldi, misol uchun uzrli sabab bo'ldi-da, tahiyatul masjid namozini o'qolmadingiz. Bu holatda Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar ni o'qisa kifoya qiladi. Endilikda tahiyatul masjid namozini 2 rakat o'qish tartibini o'rganamiz. Qiroat masalasi bomdod namozining 2 rakat sunnat singari boshidan oxirigacha ichimizda, ya'niki o'zimizning qiroatimizni o'zimiz eshitadigan darajada qiroat qilamiz. Niyat qilish. Alloh roziligi uchun qiblam bo'lmish Ka'ba tomonga yuzlanib 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qishni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi. Allohu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Yangi namozni o'qiyotganlar uchun yana bir yangiligimiz bor. Kanalda hozir tahajjud namozini o'qish tartibi, keyin zuho namozlarini o'qish tartibi, hojat namozi, tahorat namozi, bomdod namozi hamda shu namozga oid hozir 50 dan oshiq video darsliklar tayyorladik. Buni ma'zilni sizga videosida qoldiramiz. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Agar video bo'yicha tushunmagan joylaringiz bo'lsa, savollaringizni video ostida qoldirishingiz mumkin.